Razvedka bo'limi orqali qanday qilib bozorni o'rganish, raqobatchilarni va xaridorlarni tahlil qilish haqida gaplashib o'tamiz. Keyingi bo'limimiz bu razvedka bo'limi. Razvedka bo'limida o'zi nomidan ham bilib turgan bo'lsanglar kerak, sizlar o'zinglarni yoki buyurtmachilarni, ya'ni xaridoriylarni qanday tovarlar sotib olayotganligi, qanday tovarlarni yutayotganligi to'g'risida ma'lumot olib turishingiz mumkin. Masalan, mana bu joydan ularning INN raqamlarini kiritib qo'yasiz yoki agar INN raqamlarini bilmasangiz qo'shish orqali ularni nomini yozadigan bo'lsangiz, mana bu joyda sizga ana shu korxonani topib chiqarib beradi. Shu orqali o'ziz raqobatchilaringizni bitta joydan qanchalik tovarlar yutayotganligini, xarid qilayotganligini ko'rib, kuzatib turishingiz mumkin. Shuningdek, birjalar orqali filtr berishingiz mumkin yoki kategoriyalar orqali, masalan, qanday tovarlar yutayotganligini ko'rishingiz mumkin va tovar nomi bo'yicha ham qidirsangiz bo'ladi. Mana bu joydan tovar nomi bo'yicha ham izlasangiz bo'ladi. Keyingisi buyurtmachilarda ham xuddi shunaqa. Masalan, buyurtmachini tanlab olasiz va shu buyurtmachini yutayotgan, shu buyurtmachini lotlarni yutayotgan yetkazib beruvchilarni ham shu joydan ko'rib turasiz yoki shu buyurtmachi qanaqa tovarlar xarid qilayotganligini ham shu yerdan ko'rib turasiz. Va bu yerda ham UzEx XT Xarid Corporation bo'yicha o'zaro taqqoslashingiz mumkin, ya'ni filtr berishingiz mumkin. Bu joyda ham agar qo'shishni bosib turib, o'sha tashkilotning nomini yozadigan bo'lsangiz, o'zi avtopilot dasturi hamma ma'lumotlarni chiqarib beradi. Rejalar bo'limi, bu bo'limda siz mana shu qo'shgan korxonangizni, qo'shgan tashkilotingizni yaqin orada qanday tovarlar olishni rejalashtirayotganligi to'g'risida ma'lumot olishingiz mumkin. Bu joydan ham mahsulot nomi yoki kategoriyasi bo'yicha filtr berishingiz mumkin. Qaysi oyda xarid qilinmoqchiligi to'g'risida ham ma'lumot olishingiz mumkin. Shuningdek, siz mana shu olingan ma'lumotlarni Excelga yuklab olib, keyinchalik ularni jadvalda tahlil qilishingiz ham mumkin. Razvedka bo'limi haqidagi video shu bilan o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringlar uchun kattakon rahmat.